Biz bu yerga yetib keldik. Biz hozir Mano brendingdamiz. Ya'ni katta kompaniyalarni tashqi ko'rinishini, brendini va identikasini o'zgartirib beradigan bitta juda ham kuchli kompaniyada. Bunaqa kompaniyalar O'zbekistonda ko'p emas va bugun biz mana shu kompaniyaning CEOsi bilan gaplashamiz. Timur Sadiy. Biz o'zi hayot mobaynida juda ham ko'p uchrashib turganmiz. Meni yoshligimda Sadiy deb chaqirishgan va Timur Sadiyni familiyalarini eshitganimda har doim o'xshash ekan deb o'ylaganman. O'shanga hozir bitta do'stona suhbat bo'ladi va bu kompaniya nima bilan shug'ullanishini, o'zi brending nimaligini sizlarga tushuntirib beradilar. Bu juda ham qiziq soha. Ayniqsa dizaynerlar, kelajak dizaynerlar e'tibor beradi. Assalomu alaykum. Tanishtirib olsangiz. Mening ismim Timur. Men Mano brending agentligining asoschilaridan biri bo'laman va hozir CEO sifatida ishni olib borib kelyapman. Sizni ishimiz mobaynida juda ham ko'p uchrab turganmiz. Timur Sadiy to'liq ismingiz. Meni yoshligimda Sadiy deb chaqirishgan. Har safar eshitganimda familiyalari shunaqa ekan deb takoy yoqardi bu narsa menga. Timur aka, endi menga shu Mano brending ham bozorda eshitilarli nom, hamma uni biladi, u haqida gapiradi ko'pchilik, ko'p joylarda uchraydi, lekin mana Mano brending o'zi nima kompaniya, nima bilan shug'ullanadi, shu haqida aytib bersangiz. Biz o'zi brending bo'yicha ishni olib ketamiz. Brending agentligi deyilamiz. 2017-yili Elina hamkorim bilan asos topgan bu agentlik va biz brendlarni noldan yaratib bozorda taniqli qilishga yordam beramiz va o'sha bozorda kommunikatsiya orqali продвижение qilib beramiz. Shu bizani faoliyatimiz o'zi 4 ta segmentga bo'lingan. Bittasi strategiya, ikkinchisi dizayn bo'yicha va vizual va verbal identifikatsiya bo'yicha ishlar. Uchinchisi kamdan kam, lekin baribir qilib turamiz kommunikatsiya. Bu degani reklama kompaniyalari, marketing, integratsiyalangan kompaniyalar va to'rtinchisi bu tajriba orqali brendlarni tanitish. Bu degani qadoq dizayni, retail bo'yicha dizaynlar yoki qanaqadir выставkalar bo'ladimi yoki umumiy olganda qanaqadir пространственный dizayn bo'yicha ishlar olib boramiz. Mana hozir hamma aytib bergan narsalaringizni mutaxassis darrov tushunadi, lekin mana tasavvur qiling, yosh student shu videoni ko'ryapti, brending nimaligini hali bilmaydi. Unga sodda qilib tushuntiraman desangiz, brending nimaligini. Brending bu o'sha uzoq vaqt ichida odamlarni, o'sha bozordagi mijozlarni ongida qanaqadir g'oyani o'sha yaratib berish da mana shu g'oyani singdirish uchun qanaqadir marketing orqali tadbirlar olib borish kerak bo'ladi. U degani biz qanaqadir messej yuboramiz ularga va u messejni ular tushunib, ongida eslab qolishi kerak. Ya'ni qaysidir kompaniyani brendi nafaqat marketing taraflama yaxshi, bozorga yaxshi tushunarli bo'lishi kerak, hattoki qanaqadir ma'noga ham ega bo'lishi kerak. To'ppa-to'g'ri, shuning uchun o'zi kompaniyaning nomi hammasi brending deyiladi. Shu brending deyiladi va o'sha sodda aytganda biz bozorga kiramiz, bozorda nima bo'layotganini aniqlab olib, o'zimizning g'oyamizni bu bozorga yetkazib beramiz. Mana eng zo'r o'zingiz eng faxrlanadigan bitta кейsingiz. Bir ikkita keys aytaman. Eng katta keysimiz, eng kattalardan biri bu Evos rebrandingi 2018-yil. Evosni bo'lib qilishgan. 2018-yili qilganmiz, keyin 2021-yilda ham sal kosmetik remontlar qilib qo'yganmiz u yerda vizual tarafdan. Keyin O'zbekiston pochtasini rebrandingi juda katta
3-4 yil ichida ishlaganimiz O'zbekiston pochtasi nomini Uzpostga o'zgartirdi. Buning maqsadi o'zi o'sha xalqaro arenada qanaqadir tushunarli nomga ega bo'lishi. Evos bilan ayniqsa bu narsa o'xshagan shekilli deb aytaman, chunki men masalan Evosni o'zim O'zbekistonning McDonald's deb aytaman. Ya'ni butunlay nafaqat miqyosi bo'yicha, hattoki identikasi, ya'ni qanaqadir dizayni, o'sha brendni katta korporatsiya ekanligi sezilib turadi. Endi bu o'zi maqsad shunaqa edi, o'sha fast food kategoriyasini egallab olish. U kategoriya bilan qanaqadir assotsiatsiya paydo bo'lishi kerak edi va bizlar tomonidan berilgan strategiya biznes tomonidan juda zo'r amalga keltirilganda. Zo'r. Mana aytganimdek, masalan, yosh mutaxassislar, kelajak yosh mutaxassislar bizani ko'rib turibdi. Ular masalan, "Wow, brending zo'r narsa ekan. Men ham brendingda ishlagim kelyapti" deb aytayotgan bo'lsa, ular uchun ma'no brendingda qanaqadir imkoniyatlar bormi yoki masalan, birinchi nimadir o'qib kelish kerakmi ma'no brendingda ishlash uchun? Biz o'zi komandamiz katta emas. O'zi где-то 20 ta 22 ta odam общий ishlab turadi bu yerda. Shunga biz faqat professionallar bilan ishlaymiz, chunki yil davomida ancha ko'p proyektlar qilishimiz kerak. Shunga biz уже tayyor bo'lgan mutaxassislarni kutib qolamiz. Bu uchun tayyor bo'lish uchun o'ziga aniqlab olish kerak. Bu strategiya orqali ketadimi, brend management orqali ketadimi yoki dizayn bo'yicha ketadimi? 3 ta soha bor. Shu sohani ichida qanaqadir o'sha O'zbekistonda unaqa maktablar dizayn bo'yicha bo'lishi mumkin, lekin strategiya yoki brend management bo'yicha hech qanaqa kurslar hali yo'q. Va bu kurslarni o'sha SNG mamlakatlarida, ya'ni rus tilida topsa bo'ladi. Rus tilida ko'p, ingliz tilida вообще undan ham ko'p. Va mana shu kurslarni o'rganib kelgan odam o'zini sinab ko'rsa bo'ladi. Sinab ko'rsa bo'ladi, portfolio, rezyume bo'lishi kerak. Va bitta testoviy zadание beramiz. Даже opti yo'q bo'lsa, testoviy zadание tashlab qo'yishimiz mumkin. Mana aniqlik kiritaylik. Masalan, portfolio qanaqa bo'lishini ham bilmayotgan bo'lishi mumkin odam. Brendingga bormoqchi bo'lgan odam portfoliosi qanaqa? Masalan, qaysidir eski brendni olib, o'zi o'zgartirib ko'rib, shuni portfolioga qo'shib qo'yish kerakmi? Unaqa qilsa ham bo'ladi. O'zi o'ylab topib, masalan, qanaqadir zadaniyani qilib, nima qilishi ham mumkin. Okey, zo'r. Tak, o'shanga agarda brending o'rganmoqchi bo'lsanglar, imkoniyatlar bor, asnovida ham paydo bo'lib qoladi. Va keyin o'zinglarni bu sohada sinab ko'rsangiz bo'ladi. O'zi bu kichkina bozor shekilli brending O'zbekistonda. Toza brending kichkina bozor, chunki yonida marketingga tegishli boshqa sohalar ham bor va ko'plab agentliklar nafaqat brending, lekin boshqa xizmatlarni ham qilib berishadi. Lekin bizani fokusimiz o'sha kichkina bozorda va o'zimiz shu bozorni kengaytiryapmiz. Asta-sekin leksiyalar o'qiymiz yoki forumlarda отдельный seksiyalarni tayyorlab, spikerlarni chaqirib, har xil ma'ruzalar bilan chiqish imkoniyatimiz bor. Ya'ni sizlarda faqat brending, lekin kuchli brending. Endi bitta tochkaga urganingizda o'zi sal qanaqadir fokus paydo bo'ladi. Mana ofisingizda turibman hozir, sizlarda open space. Hamma takoy bir-biri bilan salomlashib, kulishib yurishibdi. Ya'ni do'stona madaniyat ko'ryapman. O'zi hamma tanlayotgan qaysi kompaniyaga borish tanlasa, u yerda do'stona madaniyat turadi, lekin hammadan so'rayman. Shu mana do'stona madaniyatni, mana shu aurani saqlab turish uchun nimalar qilasizlar? Endi biz model o'sha управление modelida bizda gorizontal munosabatlar. Bu degani cho'tki iyerarxiya yo'q, lekin har bitta xodim o'zini territoriyasiga javob beradi. Bu как раз o'sha hammani yaxshi настроенияda saqlab turishga hamma o'z-o'zini ishini qiladi. O'z-o'zini ishini qiladi, qila olmasa просто chiqib ketadi.
Team buildinglaringlar qanaqa bo'ladi? Team buildinglar yilda bir marta biz festivalga chiqib turamiz. Bu o'tgan yili biz Almataga bordik. Undan oldingi yili biz Tbilisiga bordik. Ish qilib o'sha kreativ festivallarda komandni borib turishga harakat qilamiz, lekin undan ham tashqari o'zi har juma kuni ofisda где-то 2 soat, 3 soat gruppa workshoplar bo'ladi. Qanaqadir kimdir bitta mavzuni olib, tayyorgarlik ko'rib, shu mavzuda qanaqadir amaliy ish olib boradi. Kim nimada yaxshi bo'lsa yoki qanaqadir yangi narsani o'rganib olgan bo'lsa, qolganlarga ham o'rgatib o'rganishga harakat qiladi. Aha, zo'r. Обязательно. Xo'p, mana ma'no brending aytganimdek, o'zi bozor kichkina bo'lgani uchun, sizlar brendingda kuchli bo'lganingiz uchun hamma yoqda eshitilib turadi va kompaniyani qanaqa maqsadlari bor kelajakda? Ya'ni kompaniyadan qanaqa yangi balki kashfiyotlarni yoki qilmishlarni kutishimiz mumkin? Biz hozir tayyorgarlik ko'rayotgan narsamiz bu xudo xolisa mayni o'rtalarida bitta festival o'tkazamiz. Bu o'zinglar? Da. Bu sal boshqacha festival bo'ladi. U yerda leksiyalar bo'ladi, lekin hammasi amaliyotga uramiz. Maqsadimiz shunaqa. Hali anons qilmadik, lekin tayyorgarlik U kim uchun, kimlar uchun bo'ladi? Bu konkretno o'sha brendingda ishlab keladigan dizaynerlar uchun. Da, faqat dizaynerlar uchun bo'ladi, lekin xohlagan odamlar kelib qanaqadir zo'r experience olib ketishga imkoniyat bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, biz komandani o'stirmoqchimiz, lekin bu o'sish uchun hozir tayyorgarlik ko'ryapmiz. Chunki ichdagi protsesslarni klientlar bilan muloqot qilishni o'rganib chiqib, hozir o'zgartirishlar kirityapmiz. Полный standartizatsiyadan o'tgandan keyin o'sha o'sish nima bo'ladi? 2 barobar o'smoqchimiz kelayotgan 1-2 yil ichida. Zo'r. Endi mana bunaqa narsa. Siz bitta katta kompaniyani CEO'siz. Ya'ni o'z yo'lini topib bo'lgan yosh mutaxassis bo'ladi. Yoshimiz hali baribir. Va mana sizni hali hozir ko'rib turgan, hali o'z yo'lini topmagan va o'z yo'lini endi boshlaydigan odamlar uchun bitta tilak aytvorsangiz bo'ladi. Bu sizni haligi zvezdnichasi. Tushundim. Men kameradan chiqdim. Xo'p bo'ladi. Birinchidan izlanishdan to'xtamanglar. Nimadir yoqqan bo'lsa, shu sohaga boshingiz bilan kirib ketib, o'zingizlar o'rganib, boshqa odamlardan hech narsani kutmasdan o'zingizlar faqat ma'lumotlarni topib, praktika qilib, o'zingizlar zadaniya boshqa odamlardan ola olmasanglar, o'zingizlar harakat qilinglar, o'ylab topib, qanaqadir bor brendlar bo'ladimi yoki yangi brendlar bo'ladimi, o'zingizlar o'ylab topib, shunaqa qilib qo'lingizni o'rgatinglar va bu narsalar o'zingizlarga kelajakda yordam beradi. Baribir bu qanaqadir tajriba bo'ladi va bu tajribani o'zingizni tanlagan professiyangizda amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Shunaqa. Mana brending mana shunaqa narsa ekan. Juda ham kerakli narsa kompaniyalar uchun, chunki qaysidir kompaniyaning direktori o'zi qog'ozda logotipini chizib bergandan keyin bu kompaniyaning muvaffaqiyatligiga ozgina xalaqit berishi mumkin va shuning uchun brending bilan shug'ullanadigan kompaniyalar mavjud. Agarda bu sohaga o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz ustingizda ishlashingiz kerak, lekin dizayn bo'yicha Asmoul platformasida o'zingizga kerakli kurslarni topsangiz bo'ladi. Va bu qiziq mavzu edi, to'g'rimi? Chunki agarda bu sohaga kirishasizmi, kirishmaysizmi, baribir odamlarga yuborib qo'yish kerak, ularga ham foyda bo'ladi. Sizlar bilan Fadl Abdullayev edi va endi tushunarli loyihasi.